O'zingiz qiziqqan narsani o'rganib qo'yarsangiz, hech qachon sizga zarar qilmaydi. Sizga foydasi tegishi mumkin. Ko'p jihatlarda, masalan, institutga kirganlar yoki boshqa bo'sh vaqtlar har doim biron bir narsani o'rganish keyin kelajakda baribir o'zini yo'lida chiqadi. Vaqt o'tadi. Bunga o'zi tayyor bo'lish kerak. O'shanda o'ziga kerakli narsani o'rganib qo'yaversa, baribir kerakli vaqtda o'zi chiqadi. Men shunday holat bo'ldi menda. Ishga kirdim. Ishga kirgan vaqtimda kompyuter, til bo'ladimi, o'sha narsa kimgadir foydam teggani uchun menga ham yordam berishdi ko'plar. Siz qanchalik foydali bo'lsangiz, sizga ham yordam berishadi. O'shaning uchun foydasiz inson bo'lib qolishdan saqlaning. Biron bir narsani, kerak bo'ladigan narsani, qiziqqan narsani hozirdan o'rganib boshlayvering. Bu to'g'ri, g'alati eshitilishi mumkin, lekin o'zingiz uchun, kelajagingiz uchun har kuni bir qadam bo'lsa ham tashlash, bu o'zingizning qo'lingizda.